O'zbekistonning eng mashhur seriali bo'lmish Qirmizi xonadon yoki Qalbim o'g'risini ing 166 qismi 2025 yilning 6 oktyabr kuni soat 20 da Mening yurtim kanalida efirga uzatiladi. Ushbu serial o'zining chuqur mazmuni, murakkab qahramonlari va ta'sirli voqealari bilan tomoshabinlarni o'ziga jalb etmoqda. 166 qismda qahramonlar yangi sinovlarga duch kelib, o'z ichki kurashlarini va o'sishlarini namoyish etadilar. Ssenariyda shaxsiy voqealar jamiyatdagi muammolar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, serialni nafaqat qiziqarli, balki o'rgatuvchi qiladi. Aktrisalar va aktyorlarning ijrosi yuqori baholanishi kerak. Har bir qahramon o'zining ichki dunyosini va hissiyotlarini juda ishonarli tarzda ifodalaydi, bu esa tomoshabinni voqealarga yanada yaqinlashtiradi. Rejissura va operatorlik ishlari ham yuqori darajada bo'lib, serialga o'ziga xos atmosferani yaratadi. Agar siz hali Qirmizi xonadonni tomosha qilmagan bo'lsangiz, 166 qismni ko'rish orqali ushbu serialning jozibasiga duch kelasiz. 6 oktyabr kuni soat 20 da Mening yurtim kanalida efirga uzatiladigan 166 qismni o'tkazib yubormang.